Yurtimizda amalga oshirilayotgan har bir islohot, barcha yangi reja va o'zgarishlar yurt obodligi hamda xalq manfaatiga qaratilgani bilan ham yanada ahamiyatlidir. Davlatimiz rahbari asos solgan xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalq uchun xizmat qiladi degan ezgu g'oya bugun amalda o'z ifodasini topmoqda. Qabul qilinayotgan har bir qaror va farmonlar, o'zgartirilayotgan qonun hujjatlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Xorijiy diplomlarni nostrifikatsiya qilish yanada soddalashtirilgani aholining haqli ravishda roziligiga sabab bo'lmoqda desak, ayni haqiqatdir. Xususan, chekka tumanlarda istiqomat qilayotgan aholiga bu tizimda keng imkoniyat yaratilgani turli sohalarda kadrlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozir juda ham taqchil bo'lgan kadrlar taqchilligini oldini olish, bog'chalarni, maktablarni, akademik litsey va kollejlarni kadrlar bilan ta'minlash va bunda shunchaki kadrlar emas, balki ularni o'sha o'qituvchi darajasiga munosibligini aniqlash maqsadida juda ham katta komissiya ishi boshlandi. Men o'ylaymanki, bunaqa faoliyat hali nostrifikatsiya bo'limida bo'lgan emas. Bu prezident tomonimizdan xalqqa qo'ygan mehrini e'tirofi, xalq manfaatlarini, xalqni ezgu niyatlarini, uni umrini yuqori darajada qadrlanganligini katta bir ifodasi hisoblanadi. Chunki juda ham katta masofadagi joydan odamlarni borishi bu juda ham katta qiyinchiliklarni turg'izgan va hozirgi holatda men o'ylaymanki, komissiya shu ishi shaffoflikni ta'minlashga, odamlarning bilimini tegishli darajada adolat bilan baholashga, barcha darajadagi ta'lim muassasalariga yetuk mutaxassislarni tayyorlab berishga o'zining munosib hissasini qo'shadi deb o'ylayman. So'x tumanida xorijiy o'quv yurtlarida o'qib hujjatlari tasdiqlanmagan shaxslar bugungi kunga kelib 92 nafarni tashkil etadi. Mazkur tuman yurtimizdagi yagona anklav hudud hisoblangani bois O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasi xodimlari mazkur tumanga keldi va shu yerning o'zida hujjatlari nostrifikatsiya qilinmagan shaxslar belgilangan tartibda imtihon topshirdilar. Ortiqcha ovoragarchilik va buning uchun 2-3 martalab poytaxtga borib kelishlarga chek qo'yildi. Farg'ona viloyat hokimligini murojaatlariga asosan, So'x tuman hokimligining murojaatlariga asosan respublikamizdagi anklav hudud hisoblangan So'x tumanida yashovchi fuqarolarning xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash masalasi ko'tarilgan edi. Bu masala yuzasidan demak shu fuqarolarga yanada keng qulayliklar, imkoniyatlar yaratish, ularni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos etish, ortiqcha sarf xarajatlar, uzoq masofaga borib kelishlaridan voz kechish maqsadida, aynan ishchi guruhda qulaylik yaratish maqsadida respublika ishchi guruhi demak mana shu hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash jarayonini shu tuman hududining o'zida kelib tashkil etyapti. Demak, bugun o'sha So'x tumanida yashovchi bir qator fuqarolarni davlat xizmatlari markazlari orqali qilgan murojaatlari asosida ularga komissiya tomonidan belgilangan maxsus sinovlarni o'tkazish va mana shu sinov natijalariga ko'ra belgilangan tartibda nostrifikatsiya guvohnomalarini taqdim etish masalasi qo'yilgan. Nostrifikatsiya qilish uchun Toshkentga borib kelardik. Mana bugun prezidentimizning tashabbuslari bilan, sharofatlari bilan shu yerga kelib bizni nostrifikatsiya qilib suhbatlardan o'tkazildi. Men nihoyatda baxtli insonman. Siz o'tdingizmi imtihondan? Albatta, men bugun imtihondan o'tdim. Nihoyatda baxtliman. Imtihonda qatnashgan 92 nafardan 52 nafari muvaffaqiyatli o'tib, xorijiy diplomlari nostrifikatsiya qilindi. Bu bilan tumandagi turli sohalarda kadrlar bilan bog'liq muammolar qisman bo'lsa ham bartaraf etildi. Zero, So'x tumanida qariyb barcha sohalarda oliy ma'lumotli kadrlar yetmaydi. Yaratib berilgan bu kabi imkoniyatlar samarasi o'laroq vatanimizning barhayot bo'lagida ertangi bugungidan-da farovon hayotga ishonch, sabr va shukr bilan yashayotgan tog'liklarning yuz-ko'zlarida hayotdan rozilik alomatlari zohir bo'lmoqda. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan maxsus O'zbekiston 24 telekanali uchun tayyorlandi.